Assalomu alaykum, Mixavto YouTube kanalida sizlar uchun juda ham zo'r proyekt boshlab qo'yganmiz. Sizlar uchun Hyundai mashinasini proyekt qilib yig'amiz. Sizlardan nima kerak? Faqat bizning kanalga Mixavto YouTube kanalini Telegram va Instagram kanallariga podpisatsiya qilib, bizani har doim qo'llab-quvvatlab, oxirgi postlarimizga like, kommentariy yozib, xudo xolisa qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolisa biz sizlar uchun mana bu taychoqni proyekt qilib yig'amiz. Xudo xolisa motor chasti bo'ldi, inshaalloh. Hadovoy chastlari bor. Xo'p, elektronika chastlari bor, kuzovi bor. Xudo xolisa bitta-bittadan qolamiz. Xudo xolisa vaqtimizga qarab, xudo xolisa bu mashinani bir oy ichida juda ham zo'r holatga keltirib va yangi qilib chiqarib beramiz. Xudo xolisa bu mashinaga yangi gaz, 4-pokoleniya gazi bor. Biz buni propan qilib beramiz. Uchib yurish uchun 4 diskasini alishtirib, 8 diska chotki diskalardan qo'yib beramiz. Xudo xolisa mashinamiz bomba bo'ladi. Faqat bizani qo'llab-quvvatlasangiz bo'ldi.